Allah deydi ki: "Ellezî halaka seb'a semâvâtin tibâqa ma tera fî halqir rahmâni min tefâvut ferci'il basara hel tera min futur." Allah 7 asmanni birinin üstüdü kılıp yarattı Allah Subhanahu Teala. Üstü kılıp yarattı. Bu mihriban Rabbin Allah'ın yaratışta hiçbir nuksanını görmeysen dedi. Ma tera fi halqir rahmani min tefavut. Rahman süpetlik mihriban Allah'ın yaratışında hiçbir nuksanını görmeysen. Ferci'il basara hel tera min futur. Sen gözünü asmanlara tekrar qarab bakka deydi. Sen asmanlara tekrar qarab bakkan ki birer bir yuçuk, birer bir tüşük yuçukun görelemsen deydi. Öyle bakayla kadirler. Allah'ın yaratkan hiçbir nesli birer noksan biranesi görelemdi kadirler kıyırınlaşlar. Hem nesli şunçilik puxta isil yaratıp etilgen ki hiçbir neslin kılçılık ayıp tapamayız. Şunun için Allah Sure Taha'da dedi ki: "Kâle femer rabbukuma ya Musa?" Kâle rabbunellezî a'ta kulle şeyin halqahu sümme hada. Firavun Musa aleyhisselam'a dedi. Yani Musa aleyhisselamla Harun aleyhisselam kep davet kılıqlıq. Bu vaxtda dedi. Dedi ki: "Sizler ikkinlarning Rabbi, yani Musa, sizler ikkinlarning, yani Musa aleyhisselamla Harun aleyhisselam kelgan bo'lganki bu ikkisiga xitoban davatida Firavun. İkkinlarning Rabbi kim o da şuna deydi. Deganda ekan Musa aleyhisselam cevap berib deydi ki: "Rabbunellezî a'ta kulle şeyin halqahu sümme hada." Bizning Rabbimiz shundoq zatki, bütün narsaga, bütün mahluqatga, hamma narsaga o'ziga munosib shakl ato qilgan. A'ta kulle şeyin halqahu. Nima bo'lsa hamma narsaga shuningga eng loyiq, eng munosib, eng isil ravishda munosib shakl ato qilgan. Ondan uni shubha tashlab qo'ygan emas. O'zini yaratib qilib tashlab qo'ygan emas, balki yashash yo'llarini, qanday yashaydiganligi, qanday foydalanadiganligi dunyoda narsalarni hammani ko'rsatib, hada, summa hada, yo'l ko'rsatib qo'ygan qanday yashashni. Bundaq satdir bizning Rabbimiz deb shuna deydi. Bizning Rabbimiz bundaq zat qadrli qarindoshlar. Rabbimiz mana bundaq qudratli zat qadrli qarindoshlar. O'ylab boqaylik, qushlarning hijrati. Nima uchun? Nima uchun qushlar hijrat qiladi? Shu qushlarning salomatligi uchun hijrat qiladi. Shu qushlar salomat qilishi uchun hijrat qiladi. Yani shunda qushlar borki, hijrati 17,000 kilometr yiroqdagi musofaga hijrat qilib uchadigan shunday qushlar bor. Qushlarning shunday ba'zi turlari borki, 86 soat hech to'xtamasdan uchadigan qushlar bor ekanda qadrli qarindoshlar. O'ylab boqaylik. Ya Rabbi lakal hamdu ya Rabb demay tura olamdik buni anglagandan keyin. 86 soat to'xtamay, ya bir narsa yemasdan, bir narsa ichmasdan 86 soat uchadigan qushlar bor ekan. Bugun dunyoda oy taraqqiy qilib ketdik, anda qilib ketdik, manda qilib ketdik degan bu dunyoda 86 soat hech bir yiqilg'u olmasdan, to'xtamasdan 86 soat o'ziga yiqilg'u bir narsa quymasdan ucha oladigan bir aeroplan bormi? Mumkin emas, yo'qki. Allah a'ta kulle şeyin halqahu summa hada. Yuqoridagi oyat degandek, Rabbunellezî bizning Rabbimiz shundoq zatki, hamma narsaga nima bo'lsa eng güzel o'ziga munosib shaklda ravishda eng güzel shakl ato qilgan, uning keyinda uning butun yashash yo'llarini o'rgatgan, ko'rsatgan Rabbimiz. Bizning Rabbimiz mundaq Rabb deydi. Mundaq ilohning bandalari biz deydi. Biz ana shundoq Parvardigorning, ana shundoq ilohning bandalarimiz biz.